Va nihoyat 2 yil kutilgan sayohat. Bugun yo'lga chiqyapmiz. Hozir To'raqo'rg'ondamiz. Hali hech kim yetib kelmagan, lekin biz yugurib borib vokzalga yetib olishimiz kerak. Diyorbek, men Vazira bilan Buxoroga bo'ladigan sayohatimizdan nimani kutmoqdasiz? juda ham ko'p taassurotlar. Xudo xolasa qilgan ovqatlarim hammasi o'xshasin, yaxshi bo'lsin. Unutilmas va ajoyib xotiralarni. Hay. Okay. Endi navbat Vaziraxonga. Hamma narsani aytdik. 2000 years later. Bu sayohatimizdan kursdoshlar bilan birga o'tadigan adrenalin Kursdoshlar bilan unutilmas xotira. Diyorbek. Hech nimani kutmayapman. Nimaga? Yetib olaylik, keyin aytaman. Sochimni qo'ygan ham oqarachi. Turdan ichkam. Mana Salomim. Uchtovringlarga. Mana domla bizda aqlli niyatlar bilan kitob o'qib oling. Domla kitobingizni nima? Emma. Ko'rib turganinglardek, orqamdagi majmua Buxorodagi Ark qal'asi. E'tibor beramiz, nimaga sababdan zina qo'yilmagan. Bu zinalarda har bittasida, ya'ni 4 tadan askar turgan va bu otliq arabalar kirish uchun xizmat qilgan. Buxorodagi bu Ark qal'asi eng qadimiy yodgorliklardan biri bo'lib, o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, buning tarixi Eron chohi Siyovush bilan bog'liq. havoni qarang, yarasa ham sayohat qiladigan havo bo'lyapti. Shunda maza qilyapmiz. Bugungi kunimiz rosa ham zo'rda. Ertalab juda charchagandik, lekin Shu charchoqlarimiz ham esdan chiqdi. Maza qilib aylanib ketamiz. Siz yangi kundan nimalarni kutyapsiz? Men hozir keldim, endi bir nimalarni kutaman. Buxorodagi bugun 2-kunimiz. Yangi tarixiy obidaga tashrif buyurdik. Sayohatchilarimizdan hozir bugungi kun haqida nimani kutishayotganini so'rab qolamiz. Qani, ketdik. Bugun Buxorodagi 2-kunimiz. Nimalar kutyapsiz bundan? O'zgacha xotiralar. Xo'p, Vazira. tarixiy obidalarga Aha, Mohlara. unutilmas xotiralar. Fotimaxon. Yanada ko'proq sayohatlar. E'zozbek nimalar? Yangi tarix haqida ma'lumotlar. Ozodbek. O'zgacha kun kutyapmiz. Aha. Hissiyotlarga boy bo'lishini hammadan tilab qolaman. Hop. Till it's cool, just cool, into the mouth. Nice. Qiziqishga bosib qo'yding, Nilu jinni. Bosdimi? Bosib qo'y, video ketadi. Hozir To'xtatchi. telefon qilyapsanmi? To'xtatchi. To'xtatgan, to'xtatib qo'y. Endigi navbat Azim Buxoroning yana bir yodgorliklaridan biri hisoblangan Sitora-i Mohihosa yodgorligidamiz va bu 19-asr oxiri 20-asr boshlarida Buxoro amiri Said Mir Muhammad Alimxon tomonidan qurilgan. Endi ichkari bilan tanishib chiqamiz. Ketdik. Sitora-i Mohihosa forscha so'zdan olingan bo'lib, oyga o'xshash yulduzlar maskani degan ma'noni bildiradi. Bu maskan qadimda Buxoro amirlari uchun yozgi oromgoh sifatida xizmat ko'rsatgan. Hozirda ushbu maskan turistlar uchun o'z faoliyatini muzey sifatida davom ettirmoqda va ko'rib turganingizdek bu joy o'zida ham uyg'unlikni, ham qadimiylikni mujassam etgan.
ko'rgandim, tarixda o'qigandim, u yerga olovli yoqadigan dushmanni ko'rib qolsa, dushman hujum qilsa o'sha tarafga olov yoqildi. Ya'ni joy chiqarib ketildi. Plus rasmga tushiryapti. Monoplus rasmga tushyapti. Bet bo'lsa ko'rinadimi? Turishini qarayman. Zo'r tushyapsan deyotding-cha. Gapiringlar. Yo'qtash 2 dona suv qoldi, uchatganmiz. Voy, nima qilamiz? Voy, gapirim qolibdimi? Qo'lida hava tepaga qarasa. Gapirtirdik majburlab. Qo'lida kitob bor, gapiradi xursandligidan. Men uyda men videoga olyapman, domla. Это sumku mushku. Voy, videoga olyapman dedi. Yaqinlashtirmalardan oladi, yaqinlash. Nima ko'ryapti ekan bular? Meni ko'zimni olmasdan hadeb. Ana, boshqa narsa ko'rib Deb qaradi.